Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 88. saniyli görüşünlerine kızgın karşılarımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz hemen malum boğandaki her haftada şu saatlerde huzurunlarda buluyordumuz. Bugün biraz keçikip kaldık. Onun için keçirim sorayımız aldı bilen. Her bir Müslümanın ki çokum dini de eniq roşan delil ispatla üstüge düşünüş gerek boğan xilma-xil temalarını bugün gerece ayrım şekilde toxtulub kelyapmiz. Bugün şunun cümlesinden biz tünügün e'lonimizni bergandek sağlam dindarlıqning taqozosi temasida to'xtalaylik deb o'tiribdik. Aldı bilan programmamizning doimlik mehmoni hammalarga tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi shunaqla Dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariy taklif qildi. Qimmatli vaqtingizni qilib qadam tashrif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydonda tarqatilyotdi. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda o'sha programma biroz kirib ketsak, biz oldingi bo'limlarda diqqat tartibidan ketyapmiz hamda ashqullikda to'xtaldik, passivlikda to'xtaldik. Albatta passivlikni yana oldimizgi bo'limlarda texnik ichishimiz mumkin. Bugun hamda sog'lom dindarlikning taqozosi şeklinde bunu bir tunub öteyil deb o'tiribdik. Albatta şu din ve dindarlık bu hukmni biraz şerhlab o'tib bundan keyin kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamısına peygamberimizge dua salamlar olsun. Bir dindir maksat İslam dinini maksat kılımız, İslam dinini tanıştırımız. Hoş. Ama bir yerde dindarlık hakkı toxtalgan vaqtda elbette dini bilen dindarlıqның farqını ayırış lazım. Unda bu muğavat ikisini aralashtirib o'tib nurg'un qalaymiqan hukmlar, qalaymiqan tushunchalar, qalaymiqan baholar kelib chiqadi. Ham din degan nima? Yoki islom degan nima desak, ilgari ko'p qatim to'xtalgan bo'lsak, yana qisqacha deymizki, islom insonning yaratquchisi bilan, insonning o'zi bilan, insonning oilasi bilan, jamiyati bilan ve insani qarindoshlar bilan ve hayotdagi kainotdagi barliq mahluqotlar bilan bo'lgan aloqasini rad qilish uchun kelgan ilohiy dindir. Bu insonlar tarafidan shakllangan yoki inson paydo qilgan din emas, ilohiy din. Islom Qur'on sunnatni manba qilgan asosda. Islom Qur'on va hadisni manba qilgan asosda aql egillarini to'g'ri yo'lga yetaklash İnsanın şəxsi və kollektiv mənfəətlərini işə aşırış üçün yolu qoyulğan muqim ilahi görsətmədir. Muqim, yəni özgərməydiğən, qiyamət günü davamlaşıdığan ilahi təlimatdır, görsətmədir. İslam əqidə, şəriət, əxlaq deyə 3 qism bölün. Bu İslam qurulması 3 qism bölünən olub, bu 3 kısım birbirisinden ayrılmaydı. Birisi yan birisine toluqlaydı. Şuna bir insan aqidini itiraf qilib, şeriatga amal qilgan olmasa, bunun imanı pasif holatda bo'lgan bo'ldi. Yoki men shariatga amal qilyapman deb axloqqa rioya qilmasa, yanilam uning ahvoli pasif bo'lgan bo'ldi. Shunga bu yerda islomda bu aqida qismini, islomning shariat qismini va axloq qismini tamamen to'liq tushunish ham unga amal qilish lozim. Masalan, aqida degan nima desek, aqida deganimiz islom dinimizda Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish va qiyomat kuniga ishonishdan iborat aqidaning asoslarini o'z ichiga oladi. Biz tafsilot haqida keyin to'xtalamiz. Aqidaning asosi atalamiz. Shariat deganimiz bu insonning shaxsiy hayoti, ijtimoiy hayoti, iqtisodiy hayoti va siyosiy hayoti ibadet ve muamelat cihetten, yani ibadet her türlü münasebetler cihetten tertipseliş ya ki intizamseliş için yolu koyulgan kanun kısmını görsün. Ahkamlar diyen maksat ya da kanun maksat. Ahlak diyenimiz bu dinimizdeki alaylı bir kısmı hesaplanır. Çünkü İslam dinindeki ibadetlerinin maksatı güzel ahlakını yetiştiriş, insanda kıymet karaş, şekillendiriş, stilini yaxshilaşdan ibaret. Şuna dinimizde bir insan bilen yani bir insannınki ortuqçılığı, fazileti
uniki axloq orqali bilinadi. Bu din degan bu so'zdan yoki islom dinidan qisqacha tanishtirilish. Dindorlik degan nima desak, bu dindorlik dindan ayrim bir narsa. Din ilohiy ko'rsatma, muqim ilohiy bayon, ilohiy yo'l yo'q. Qiyomat kungacha o'zgarmaydi, xatolashmaydi. O'zgarishni qabul qilmaydi. Ammo dindorlik insonning dini qarta tushunchasi. Dindorlik insonning harakati. Dindorlik insonning dini tutgan pozitsiyasidan iborat. Bu insoniy qilmish, insoniy harakat, insoniy faoliyat. Xo'sh. Shunga bu dindorlik o'zgarib turadi. Chunki ba'zi insonning iymoni ba'zi vaqtda yuksaladi, ba'zi vaqtida tövellishib qoladi. Ba'zi vaqtda aktiv bo'ladi, ba'zi vaqtida pasiqlashib qoladi. Misol. Bu dindorlikni taqima tanishtirgan vaqtimizda bir insonning muayyan dini qarta ishonishi ve o dinning taqozosi bo'yicha yashash harakatidan iborat. Dindorlik demak muayyan bir dinga ishonish ve o dinninki taqozosi bo'yicha yashashga urinish yoki harakat qilish demakdir. Xo'sh. Yani bir dinning ko'rsatmalariga qarta aqliy jihatdan, fikriy jihatdan, tasavvur jihatdan, istiliy jihatdan ve axloqiy jihatdan ta'sirlanish harakati demak. Qaysi tarafdan qarshi? Mondachilib aytgan vaqtida bir insonning dini qarta, ya'ni o'zining hayotini dini qarta, dinning ko'rsatmasi qarta shakllantirish harakatidan iborat desak bo'ladi. Bu dindorlikningki hukmi yoki dindorlikningki izohati. Biz yuqorida so'zlab o'tganimizda kishilarning dindorlik ahvoli bir xil bo'lmaydi. Kishilarning dindorlik ahvoli uning aqida ahvoli qarta. Masalan, aqidasi jonliqmi yoki o'lik aqida. Shariatga amal qilamdi yoki sus abgami. Uningki axloq mavqif shariatga uyg'unmi, uyg'un emas bilgan bu taraflar qarta darajaga bo'lindi yoki har xil farqliq bo'ldi. Masalan, qaysi odamningki aqidasi kuchli bo'lsa, shariatga amal qilish jonliq bo'lsa, shariatningki axloq qismini, ya'ni dinimizdan axloq qismini o'zininki ijtimoiy hayot, shaxsiyat o'zlashtirgan bo'lsa, bu odamningki dindorlik ahvoli boshqa qarg'a vaqtida alayda yuksak bo'lgan bo'ldi. Ammo qaysi odamningki e'tiqod ahvoli yoki iymon ahvoli ojiz. Iymon bormi, shahodat kalimasini aytdi. Ammo hayot tatbiq qilmaydi. Dunyo qarashida aqidasini ish qilmaydi. Siyosiy harakatida, ijtimoiy faoliyatlarda yoki xitoblarda aqidaning ruhiga rioya qilmaydi. Buni o'lik aqida deymiz. Demak, uning aqidasi o'lik bo'lsa, shariatning ko'rsatmasi parvo qilmaydigan, zamon o'tib ketdi, zamon o'xshamaydi, biz hozir davr yashayotimiz shariat qachon chiqdi deganga o'xshab bunday bir passiv pozitsiyaga kirib olgan bo'lsa, aqlini harakatlantirmasa, izdanish elib bormasa, tadqiqot elib bormasa, ening kendidan aqidasining ro'yi bo'yicha dunyo qarash shakllantirmagan bo'lsa. Yili birdan kommunistning dunyo qarashini qabul qilgan, yili birdan liberalizmningki dunyo qarashini qabul qilgan, yana birdan bizni qabul qilgandek jumloq tavuzda cho'glajirgan bo'lib qolsa ve axloqini tuzlanmagan bo'lsa, bu odamning dindorlik ahvoli eng passiv holati bo'lgan bo'ldi, eng tushkun, eng tuvan holati bo'lgan bo'ldi. Demak, bu odamningki dindorlikka aqidada mustahkam turish, shariatni bir butun tushunish, amal qilish, axloqini shuni yuzlantirish, dunyo qarashini aqidani ro'yiga solasi kuchli qiladi. Agar buni aksi bo'lib qolsa, o adamning dindorlik ahvoli passiv holatda yoki ojiz holatda bo'lgan bo'ldi. Bunaqa asosan bu dindorlik bir quruq bir shakl emas, joz emas. Bir soqol bilan bu dindorlikni belgilagan olmaydi. Yoki uzun kiyim bilan dindorlikni ifodalagan olmaydi. Yoki niqob ochish bilan ifodalagan olmaydi. Yoki bir ko'rinish bilan. Balki buning mohiyati bor. Balki buning taqozosi bor. Balki buningki ifodalari bor. Şunu bir yerde bir adam 5 namaz oluşlarla ben tamamen dindar olup gittim deb dava kılamaydı. Bu İslam'nınki ibadet asaslarınınki bir qanchasini yoki hammasini qilish bilan bu dindarlik uni tutmaydi. Bunun aqida qismi bor. Bunun axloq qismi bor. Bunun qonun qismi bor. Buningki jamiyatga munosabatlik, davlatga munosabatlik, millatga munosabatlik, insoniyat munosabatlik prinsiplar ko'rsatmalar. Buni tushunish, buni bilish, buni amal qilgan vaqtda endin sağlam, mükemmel dindar bo'lgan. Qandaqdir bir odam masjiddan chiqmaslik, 5 namozini qilolmay ish bitmaydi. Bunda deganlik hargizmi 5 namozlarni ko'zga ilmaganlik emas. Bu dinning asosidagi birinchi yo'l.
Namaz okumagan adam dindar bo'lamaydi. Har qancha faylasuf bo'lib kelsin. Bu yerda keskinlik istaymiz-ki, islomdanki xalqiliq ko'rsatmasi bo'lgan yoki musulmonlikdanki oshkor belgisi bo'lgan, namozga sal qaraydigan, fasiqlik qiladigan, ko'z qilmaydigan yoki buni ahamiyat bermaydigan inson faylasuf, mutafakkur, yalmish bo'lib kelsa, u sog'lom dindor bo'lamaydi. Xo'sh. Demak, bu yer deganimiz faqat 5 namoz bilan meni musulmondachiligim putdi deb qaraydigan, shakl bilan to'xtab qolgan bu odamlar xitob qilmas. Buni emas. Bu dindorlik demak hayot bo'yi, ömür bo'yi, ya'ni o'lib ketgan qadar har sohada, har maydonda qanday yani ish qilishdan qat'iy nazar mush dinning ko'rsatmasi ruh bo'sh yashalsa, u dindor hisoblanadi. U sog'lom dindorlik hisoblanadi. Ticaret meydanı kısım dinin ko'rsatmasidan chiqib ketmaydigan, siyosat qismi aqidaning ko'rsatmasidan chiqib ketmaydigan, tashviqot elib bosim axloq ko'rsatmasidan olib ketmaydigan, ustozi bo'lgan bo'lsa-mu o'zininki adab axloq doirasidan chiqib ketmaydigan, ya'ni dinning ko'rsatma doirasida turg'avut endin dindor hisoblanadi. Qandaydir masjid kirgan chaqda taqvo bo'lib oladigan, bozorga chiqqan chaq kazzab bo'ladigan, tijorat maydoniga chiqqan chaq qo'ymuchi bo'ladigan, elektr yoki tashviqot vosita chiqqan chaqda soxta tuhmat qurib oladigan yoki yana bir yerga borgan chaqda mutakabbir haqavr bo'lgan bunday insonlar bu sog'lom dindor bo'lolmaydi. Demak, gapimizni xulosalag'an vaqtimizda din bilan dindorlik orasida din muqim narsa. Islom dini muqim. Payg'ambarimizga nozil bo'lgandan tortib qiyomat kun qadar bu o'zgarmaydi. Ama dindorlik o'zgardi. O'zgarishchan. Yani shaxsiylarniki ahvoliga pozitsiyasi bor. Masalan, 5 yil ilgari jonliq deb qaralgan, ya'ni iymon jihatdan deyli, yoki dindorlik jihatdan deyli. Harorat aqib turgan odamning ba'zi ahvoli qarasa, bugun qarang, kunlik qarasa tushkun, passiv, axloqi buzilgan, tili buzilgan, kazzab bo'lgan, qo'ymichi bo'lgan, haqavr bo'lgan degan nechilagan kasalliklar ko'rinib turdi. O'zgarishimiz o'zi. Ba'zi insonlar va ilgir undan nachar holat bo'lgan bo'lsa, to'g'rini to'nib, aqidasini jonlantirgan, ibodatni joyida qilgan, shariatning ro'yidan chetlamaslikka, axloq doirasida harakat qilishga urinayotgan nechilgan qarindoshlar mavjud. Demak, bu yerda insonning dindorlik ahvoli o'zgardi. Burungi ba'zi vaqtlarda ondag'ay, mandag'ay deb to'lg'anlar, bugun Yevropaga ketgan ba'zilar namozmi yo'q insonlar mavjud. Masalan, misol qilaylik. Bu qandaqdir? Hammasini Yevropaga ketganning hammasini maqsad qilganlar emas. Namozni nima tashlab etgan, farz bo'lgan hijobni tashlab etgan. Bu ahvol mavjud. Demak, bu yer dindorlik ahvolininki o'zgarib turganligining ifodasi. Xo'sh. Bu misol. Yana bir farqi din bilan dindorlikning din xatolashmaydi. Ya'ni bu yer dindan maqsad bizning islom dinimiz ma'sum din. Xatolik mavjud. Chunki ilohiy tarafdan qanday tushgan bo'lsa, shu pet yetib kelgan bo'lg'achqa Qur'on sunnat va orqali bu xatolashmaydi. Ammo dindorlik xatolashadi. Ya'ni dindorlik insonning harakati edi. Dindorlik musulmonning qilmishi edi. Musulmonning pozitsiyasi. Demak, bugun kunlik xatolik mavjud. Masalan, madaniyat jihati musulmonlar kaynida. Xatolikmiz xatolik. Asli musulmon bo'lgan odam, faqatlam osmon, zamin, koinot yaratgan Robbul Alaminga ibodat qilayotgan inson boshqa insonlarning oldida menish lozim. Madaniyat jihati, ilm fan, taraqqiyot jihati. Ammo aksicha. Xatolikmiz xatolik. Demak, bu yerda enin kendini qarasak, inson huquq kelgan chaqda mustabidlik mavjud. Islom allarining ko'p qismida, hokimiyat qismida. Bir qismlar bizga o'xshash Taqishcha zulmdan, mustamlikadan qutulib, o'zining insonligini izzatini qo'g'layolmagan avvallar mavjud musulmonlarning ichida. Buningki oldida biz o'zimizga boshqalar deylik. Bu nimning ifodasi? Xatolikning ifodasi. Demak, bu yerda bizning qullik qilib qolishimiz, mahkumlik qilib qolishimiz, bugun qala tushib qolishimiz sabab dinmi yoki bizning dindorligimizmi? Din o'zgarmadi. Ilgari musulmonlar qanday izzatli, kuchli holat yashagan bo'lsa, madaniyat yaratgan bo'lsa, dunyoga ustozlik qila olgan bo'lsa, u dinning aynan holat o'zgarmadi. Qur'on bilan sunnat, hadis aynan turibdi. Xo'sh. Qur'on o'zgarib ketgani yo'q, hadis o'zgarib ketgani yo'q. Ammo burunga o'xshash e'tiqod jihati ruhliq, iqtisodiy jihati jonliq, tafakkur, falsafiy jihati, ong jihati jonliq bo'lgan, yaramliq, qon yuralaydigan, jon yuralaydigan azamat yurak bundan musulmon aziyib ketdi. Unda bo'lgan chaqda bu yer xatolik dinda emas, bizning dindorligimiz. Ahvolimizni qarab boqaylik.
Her birimiz özümüzni mizanga sap bakaylı, tarazi sap bakaylı. İmanımız kaç persen ki? Buran mesela misal qalaylı. İlham bu mevcut aşındağlar. Mesela buranki Müslümanlarınki halda qarayılgan bolsak, vatanni qo'g'dash uchun. Bugungi zamonning tili bo'yicha aytay. Müslümanlarning izini qo'g'dash uchun avlodlarning og'maqib jang ittirgan voqealarni ko'p uchratalaymiz. Bugun kunlikda bu holat o'zimizning ahvolida qancha persen? 100 yilning mobaynida ko'rash qilib o'tibdik, jihad qilib qancha persen egallaydi bir millatga nisbatan. Sharq Turkiston millatiga nisbatan. Har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkiston mushkil ruh ega bo'lgan bo'lsa, bugun qalamdir. Vatanimizni qo'g'dash, musulmonni qo'g'dash. Jang maydonida, kurash maydonida iqtisodiy jihat, ehtiyoj tushgan haqiqiy jihat maydonida, o saxta yoki yanimsin, haqiqiy jihat maydoniga kelgan vaqtida bu o'zimning vatani, o'zimning millati, o'zimning e'tiqodi, o'zimning kimligi deb turib, iqtisodidagi yerimini paloni o'xshab beralagan bunday azmatli natijasi bor. Misal. Demak, bu yerda xatolik kim yuz bersa, diniy qiyofatga yoki diniy doirachilikka odamlar ko'rinyapti. Dindorlik da'vochilikka odamlar ko'rinyapti. Unda o'g'alcha bir xatolikni islomga atib qo'yish, dinga atib qo'yish eng o'tkir darajadagi nodonlik. Dinni faqat tushunmaslik. Do'tlik bo'la bu darajada do'tlik bo'lmaydi. Agar u o'zgarib ketgan bo'lsa, qimmatini yo'qotgan bo'lsa, ish qiladi. Lekin o'zgarib ketgan din emas, biz o'zgardik. Qo'rqinchlik avjiga chiqdi. Nodonlik avjiga chiqdi. Birlashanmaslik deb turgan hamkorlashanmaslik, o'zaro maslashanmaslik, bir prinsipga kirolmaslik, bir lider yetishtirolmaslik, bir millat turib bir-birisi e'tirof qilmaslik. Puchuq chiqig'liq bo'lsa, xatolik chiqadi. 21-asrda ilm-fan davrida har birimizning qo'lida eng ilg'or markalar bor davrda bir millat e'tirof qildigan bir necha odamni o'zimiz e'tirof qilib chiqarmoqmiz. To'g'ri bu Yapondan kelmaydi, yana bir yerdan kelmaydi. Ammo millatning o'zining ichidan birisi chiqadi. Uni chiqarish lozim. Qanday oqsoq bo'lsin, to'kal bo'lsin, o'ruq bo'lsin, simiz bo'lsin, yarmishim bo'lsin. Bu xatolik, dinning xatoligimi yoki o'zimizning xatolik? Shunga bu yerda insof qilaman bo'lsa, özümüzden təşvirsak, özümüzü bir qayta bir ölçəm qoyub baxsaq, mən musulmanlıq tarasası neçə persen kilometr deyə cavab versək, bu yerdə din olan dindarlıqla bu yerdə ayrı yerdəyimiz. Bu həqiqi bir şey. Köpdən köp rahmet. Nəhayət ətraflıq düşüncə var da. Hakikaten sözlər kəsək köp çıxandım şu temimizdənki bugünkü baş temimiz bolğan sağlam dindarlıq düşüncəsi haqqında. Dindarlık, yani dinimiz maksat kıldığın dindarlık, bu Müslümanın şahsiyetinde İslam'ın prensiplerini, körsetmelerini eks ettiriş demektir. Yani bir Müslüman, bunun şahsiyetinde bu dinin prensibi var. Bu dinin bir ölçümü var, körsetmesi var. Bunun şahsiyetinde eks itutamdı, etmedim. Yani bununki günden günüge qarta dini ahval yükselib otamdı, yükselmedi. Mesela aqidasi canlanib otamdı, kayni chiqib otamdı. İbadeti aldığına otamdı, kaynayma otamdı. Axloq yaxshilanib otamdı, bağancha og'iz buzuq, paz, saxt paz ya kazzab ya tuhmat qilib o'ylanib otamdı. Bu yerdan tushunib oldi. Demak, dindarlikning o'lchami islomning prinsipini shaxsiy hayotda buni namoyon qilish demak. Dindarlık yaratquchini, onun ko'rsatmasini bilish hamda u yaratquchiga amal qilish asosida itoat qilganligini, bo'ysunganligini ifodalash demak. Biz yaratquchini tonidik. Elhamdülillah Müslüman bo'lgan tonigan. Sifatlarini qanchalik bilamiz u yaratquchi. Mas sifatlaridan bildik 99 ni yodildik deyil. Marzat. Bu yaratquchininki bizga Qur'on, sunnatdan iborat bu vahiyda tushgan ko'rsatmalardan qancha persentni bilamiz, qancha persentni amal qilyapmiz. Xo'sh. Agar itoat qildik, bo'ysundik desa, qancha persentga amal qildik? Dinni bir butun holatda men boshqalar tutib olsin, o'zimizningki burunqi ota-bobolari, mutafakkirlari, bugun faxrlanadigan Mahmud Qashqar o'xshash, Yusuf Qasajev o'xshash, Sakkakiga o'xshash yoki yana bir necha mutafakkirlarga o'xshash. Shular tushunganda shu tushunchadimi yoki bugungi parchalab bo'lgani tudikmi? Dindarlık
Demek bu dünya kirişlik gayesini biliş ve şu gayeni iş kaçırır için hareket kılış demektir. Dindarlık insanın içki dünyasını yani manevi dünyasını ve sırtki dünyasını paklaş demektir. Xoş. Qandaqdır bir yer sırtki kıyafetimiz güzel olgan bilen içki dünyamız kota, ebga, yanım jim bolup kalsa bu dindarlık tamamen zid bu. Demek dindarlık demek kalbini paklaş ve sırtki dünyasını onu paklaş demek. Dindarlık demek vahiy bilen aqlni birleştirip hareket qilish demek. Çünkü İslam'dan taqazzası şu. Biz vahiyni aql bilen tushunamiz. Vahiyni aql bilen tushunib faoliyat elib boramiz. Aql bo'lmay turib bu vahiyni tushungan olmaydi. Shunga bu yerda aqlga tamamen tayinib vahiyni ayirib etsak oz emas. Yoki biz vahiyga ham tayinib aqlni ishlatmay qolib qolsak bugungidak zamondan kaynada qolamiz. Ammo afsuski oramizda ikki xil illat mavjud. Aqlni ishlatmay vahiy bo'yicha ish qilaman deb millatni qatmonliq yuzlantirgan bir qism vaizlar mavjud. Shuni bilan birlikda vahiy bugungi kunlarga yaramaydi deb aqlni ish qilamiz deb islomdan chiqib tas qolgan bir qism fasıqlar mavjud. Dindarlık demek iman bilen amelni iş hareketini birleştiriş demek. Qandaqdır bu yerda dindarlık la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb qo'ysa tugaydigan bir narsa emas, shakli quruq bir hikoya emas. Xoş. Amelimiz, siyosetimiz, iqtisodimiz, tijoratimiz, yoziqchiligimiz, yana bizimizning hammasini birlash, jug'lash demektir. Demek amel olmay qolib qolsa bu saxtalikning taqozosi. Dindarlık demek vatan milleti terakki kıldırış, güllendiriş demektir. Qandaqdır bu yerde milletini güllendiriş, iqtisadi ahvalini ve paravallık ahvalini terakki kıldırış, vatanni tuproqni azat qilib güllendirish herkes dindan strategik nasib, belki dindan en yüksek maqsadlarından birisi. Belki insanın bu dünya yaratılışıga istiqlab vazifasidan birisi. Xalifa degan aşı qandaqdır muayyan bir shaxs degan narsa emas. Bu bağımsız bizde bu devletçilik vatanchilik deydigan bu hukm Allah buran bizde yok yaptı. Bugün kunlik milletçilik deyimiz, milletçilik saklayamay bugün böyle kabile vazgaylar tutar. Yurt vazlık olan milletini takımı böyle yaptı. Bu qandaq vatanni terakki qildirish, qandaq milletini terakki qildirish. Dindarlık demek insan hukukunu odap insandek yaşaş demektir. Dindarlık demek ömür boyu her qandaq şarait olsun. Yani asançılık olsun, ters olsun, qandaq şarait olup qalsın, dinninki o'ttirhallik ko'rsatmamiz bo'yicha yashash demektir. Yani aşkullıktan mı paslıktan mı dinninki insanın karakteri uygun kıldıgan vasatiyetten ibaret karakter boyunca yaşaş bu dindarlık demektir. Buna dindarlık deyimiz. Dindarlık demek Allah'ın kalbi cihetten, akli cihetten, fikri cihetten, stili cihetten yaxshi ish hareketlerini kılış arkalık yakınlaşış demektir. Dindarlık demek Allah'a ibadet kılış, medeniyet yaratış ve başka insanlara güzel örnek, ülgü oluş demektir. Dindarlık demek İslam'ınki ruhaniylikini, İslam'ın aklanilikini, İslam'ın ilmilikini, İslam'ın ahlakını ve başka güzel kımmet karşılarını kişilik hayatta, ictimai hayatta ve başka hayatta eks ettiriş demektir. Buna da biz bağ mı yok mu bu sakiye gençler? Ya ki İslam'ı zıt iş kılıp sertleştirip ötemdik, ya ki İslam'ın obrazını tikleyip ötemdik. Xoş. Dindarlık demek Kur'an hadis sayesinde sağlam akidege, sağlam ideyaga, farz sünnetlerge ve güzel ahlak iyi bolup durup bunu yani her sahada bu dinninki ruhi prensipler, maksatlarını bu namayan kılış demektir. Mana bu dindarlık. Xoş. Bu dindarlıkның ifadesi nerede bilgin olursa bu dindarlıkның ifadesi insanın tasavvurda, ideyasida, tutkan yolunda, iş hareketlerinde, gap sözlerde, yazbılarda, teşvikatlarda ve barlık ahvallarda görünüp durur. Bulunma insanın başkaları olan kıygan muamelesinde, ya ki sosyetiklarda, ya ki özara münasibetlerde, ictimai münasibetlerde bu bekerek namayan buldu insanın ki dindarlık ahvaldan nereden şikayetliğini bile bakın buldu. Xoş.
Şun bir yerde bazı dindarlık sahasideki boğan bazı qarindoshlarimiz ki hamda bu halıqı dindarlıqdan jiroq ya pasıqlarga biz o'tkazib to'xtaldik. Pasıqning ne kadar abgalik, ne kadar ziyon ekanligi, bugungi kuni qilishning sababi ekani dal pasıq ekanligini o'tkazib to'xtaldik. Ammo besh namozlik bilan kifoyalanib qoldigan dindarlık mushu deb qaraydigan, lekin islomning axloqi va ijtimoiy munosabatga sal qaraydigan bu turda kishilarda bu dindarlıqda bir nuqson illatning bo'lganligini eskartimiz. Çoxum bir yerde biz beş namaz bilan birlikte ahlakımızda tutuşumuz, ictimai münasebetlerimizde ihsan ders en güzel şekilde çıkarışımız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir ayette, neçilegan ayette bunun bir ayet misal alımız, akide ile ibadet ikisini birleştirip bununla birlikte ahlak güzelleş lazım dedi. Akiden yaxşı, ibadetten yaxşı, lekin ahlakın güzelleştirirse o vakit imandan ki şartı düşken bulursan. O vaqtda imanın joyida iman bo'lgan bo'ldi. Endi sen mu'min degan bo'ldi. Lekin aqidan badab da'vo qilsan, vatanparvarligin badab da'vo qilsan, namozmi o'qiydigansan, pul topsan bilgan, lekin og'zing buzuq, kalimang buzuq, yozmang buzuq, haqavir, mutakabbir, tuhmat, kazzab bo'lib qolsa bu iymon darsi yo'q bu. Mana oyat karimda qad aflahal mu'minun. Mu'minlar cho'qim qalbi qildi. Ammo bu shartni hozirlashi qiyin bo'lmas sifatlar bor. Mush mu'minlar shartni hozirlashning birinchi sifati ibadette en yüksek derecede ihlas lazım. Fi salatin haşun. Vellezilahum enillahu mu'ridun. Quruq gaplardan, paysiz gaplardan, g'ayvatlardan, vaqt zoya qiladigan ishlardan tamamen bulqad, jiroq bunday. Bağmaydı, qatnaşmaydı, so'zlamaydi. Boshqalar igizpas so'zlasimi bizning haqida bunda quruq qimmati yo'q gapdan jiroq turadi. Ama qandaqdir bugun kunlarda ba'zilar lag'vi gapga, quruq gapga, foydasi yo'q gapga, gunoh bo'ladigan yerga, fasiq bo'ladigan yerga qistab ekilish ko'rin gap topimiz. Ammo mu'minlik sharti bundan yiroq turishdi. Foydasiz ishlardan, qimmat yo'q ishlardan yiroq turish, qatnashmaslik. Bozor sanmaslik buni. Jakalamaslik buni. Vallazna zakat payı. İhtisad o'qqa zakatini berdi. Bugün kunlikda qancha odamlar, qancha bir odam zakatini berdi. 85 gram oltin oladigan odamning zakat berish farz. To'g'ri, bir bo'lik odamning pulini xajlab bo'lgandi, farz. Bu vaqtincha bir masala. Lekin yana hozir holatdimi, mush millatningki ko'rishini, jihadini davomlashtirish uchun buning birinchi bo'lib aqida lozim, prinsip lozim, ahlak lazım, nazariye lazım, idare kurulması lazım. Yani bunun olan birlikte ilim marifetisi, iktisat lazım. Çünkü bu millet özümüzden milleti. Bu vatan özümüzdenki vatanı. Bu halk özümüzdenki qarindosh. Dinimiz buyurgan bir qarindoshlik var bir yer. Hiç bulmuş innemel mu'minu ihva deydigan bir yer var. Qandaqdir bir yerde vücutluk diye. Yüzlerden vücutluk olsa yardım vermem, başlık kopmaz, mening nimkarim deydigan bu derece pasıqlık bir yer yarılmaydı. Dinimiz bir yerde innemel mu'minu ihva dedi. Mush la ilahe illallah Muhammed Rasulullah şart tutsa, başka yer tutsa, özünün etrafındaki el-akrabuna evla bil ma'ruf boyunca bir millet noktasından bir qarindoshlikni, imani qarindoshlikni bugungi kunlarda bo'lib parchalaştırıyoruz. Parchalayapmiz. Birlik namida, yana bir namida. Bu şart asan şart emas. Vellezum li furucim hafizun. Yaman ishlardan o'zini yig'di. Zina pahişini o'zi yig'di. Ammo tilning zinasidan, tilning pahişidan, ko'zning yaman taraflaridan, quloqningki yaman gaplarni anglab qilishdan bu nadi? Bu mu'minlar sharti asan qo'lga kelgan shart. Buning muayyan bir o'lcham bor. Og'zimga keldi deb ham gapni da'vagamda buning huddisidan chiqqanmaydi. Xo'sh, gapimiz kelsak, g'oyatdan o'tayli uzun. Demak, din ayrim, dindarlik ayrim, ikkisi ayrim hukm. Xatolik yuz bergan bo'lsa, bugungidek musulmonlarda bir abgalik, fosiqlik, pasiflik, ya'ni bir nima deb atsak atayli, bir narsa yuz bergan bo'lsa, buning sababchisi nada desa, dinimizda emas, Qur'on bilan hadis emas nada? Dindarlık davasını kılıvatqanlar. Yani ben musulman deganlar. Belki bu ya dindarlık, ma dindarlarning alimi o dedi bazılar. Yani özde kafir demeydigan, özde musulman deb turib,
sağlam din yo'linish ketayotganlarni zonni qilgan bir qismlari var. O'zini ziyoli chaqlaydigan. O'tib ketgan darajada bir fosiq bo'lgan birisi ba'zanlari. Qanday turib yadi umumlashtirib gap qilmayman har qanday ba'zanlari. Ammo sen kafirmisiz yo'q deydi. Dindarlarning zonni qildi, ammo o'zining ahvoli taxmu bachar. Nima? Taxmu nachar. Birisi oshqullik tarafda xatolashgan bo'lsa, birisi pasiflik tarafda ig'ir darajada xatolik. Biz buni o'tgan to'xtadik. Undan so'ng. Demak, bu yerda bir odam bir to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, oz bo'lsa-mu uni yo'lash, uni qadrlash. Hech bo'lmagan vaqtida o'zimizni o kishi haqida yoki o shaxslar haqida yomon gap qilishni o'zimiz kontrol qilish lozim. Bu musulmonlar haqqi deydigan bir narsa. Çünkü bir yer İslam'dan ko'rsatib biz bo'yicha yashayman deb birisi mush tuyg'uda bo'lsa, kuchidan hech urinayotgan bo'lsa, buning shariktiga bizga ona manba bo'lgan Qur'on bilan hadisni manba topsa, uni hurmatlash lozim. Ammo bugun kunlikda afsuski Yevropada yoki G'arb dunyosida bir qism voizli maydon keldi. Bu millatni ozdiryapti. Din nomi bilan ozdiryapti. Musulmondachilik nomi bilan ozdiryapti. Yani bir yerde İslam'dan reisi olan Kur'an bilen sünnetin ikisini ayırıyordu. İkisini parçaladı. Demek bir yerde bugün halıganca şirket kılışımız için, halıganca cöğülüşümüz için ma sünnette yani hadiste inkar kıysak, hadiste olmasak iş asan kendi. Yani garipçi Müslüman buluş için hadisin tutulsa bu asan uçuşu diken. Bundak şart, bundak şart diyen gapının köpünüz. Nerede badise? Hadisi var. Ayet umumi tafsilat prensipini bayan kıldı, onun izahatına hadis bayan. Bular dedi ki, elmanizm bulaş, Arapça atalığız boyunca, ya ki yerim skolarizm bulaş teşebbüsüne bunu otura çıkardı. Vaizlik namıyla, din namıyla. Bu elbette başka bir yedim. Demek bir yer vahiyini parçalaş uğranılan bu insanlar özünü nim dep tanışır, dindar dep tanışır. Ama dindarlığın en aşırı düşmanları. Şu milletimiz bu hadisle inkar kıldığın, hadisni yo'q qilish o'rindigan bu orqali tadrijiy islomdan millat chiqindish o'rindigan bu azg'unlardan hazar qilish lozim. U vaqtida agar bu azg'unlarni keyin kirib qolsa, ularning dindorligi pastlashga, xato yo'l kirib qilishga sabab bo'ladi. Demak, dinimiz bizdan aqida jihatda, ibodat jihatda, axloq jihatda, dunyo qarash jihatda va ijtimoiy yoki siyosiy, iqtisodiy faoliyatlarda oshkora yushirim bo'lsin yoki sharkat yo gap so'z qolsin, bu yerda samim bo'lishimizni mush asosda o'ttir hal yo'l tutishimizni talab qildi. Bu sog'lom dindorlikniki izohati. Nəhayət təfsili güzel bir şekilde geçip bana köp rahmet. Şu sözler atqanda şu İslam dünyasında əmmimiz tanıydıgan bulup mu Arap dünyasında oqalda tanıydıgan bir alim var. Doktor Abdülkafi deb. Şu adamdan bir gepi isim kep qaldı endi. Şu yuqorida so'zlayotganlarning hammasi dindan yiroqda turayotgan, din bilan hech aloqasi yo'q kishilar emas shu anda shu o'zini dindor deb turib, musulmon deb turib shunday qilayotgan ishlarimiz. Bu bizning millatdan bo'lgandek butun islom dunyosidagi u odam shunday deyiladi. İslam'ın yüzünü çürüyotgan, İslam'a hakaret kılıvatgan, muş dünya yeryüzündeki insanların ki köpüncisi kafirlardan bekerek özünü Müslüman devatkanlar emilette Allah ve Resulünün ki buyruklarına en köp defsende kılıvatkanlar men Müslüman diyorlar. Dünyamda karısan Müslüman dep durup bütün muamele işlerde olsun biz yukarıda söylep ötken bütün misallardan mınlarca misal keltirishimiz mümkün. Yani özümüz Müslüman deyimiz, lekin kılıvatkan işlerimiz dinimizdeki Allah'ın yol yoruqlarına, Peygamberimizin yol yoruqlarına zid. Hatta başka Müslüman emaslarga İslam'da sat ko'rsatgan ishlarning ko'pinchisini Müslümanlar qilganmiz değil mi? Bu kadar hem de içinişlik hem de Rabbim inşallah bizni bu saqlab qolmasa ahir so'zlab o'tgan bu bazı azg'unlarning din nomidan chiqib turib ma'zuriyatqanligi kishilarni pat u yerdan bu yerdan chiqib turdan bu narsa. Shuning uchun xalqimiz bu kimning so'zi ekanligidir darhol esim kelmadi, balki Umar radhiyallohu anhuning so'zi deyman. Inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bu ilim dindir deb shuning uchun sizlar o'zingizlarning dinni kimdan oldiganligiga qaranglar, qaranglar.
Demek biz birisinden bir gapni, onun gapini itiraf qilish, qabul qilishdan burun qanday kishi bu sağlammi, sağlam emasmi bu narsaga aytib diqqat qilishimiz kerakligi chiqib turdi. Xo'sh, endi oxirida shu sağlam dindarlikning taqozosi, yuqorida butunlay zid ish qilayotganligimizni dedi qamdi. Shuni aksini qilsak-ku taqozosini keltirgan bo'lmasa, shuna bo'lsin biraz bir ichib tuyulsak. Sağlam dindarlık yoki zag'irtilmizlik aytganchada bir haqiqiy dindarlık qanday bo'lsa, haqiqiy dindarlık iymonning ilm, ma'rifat va tushuncha asosida shakllangan bo'lishi. Ya'ni iymon aytdik. Tushunib aytdikmi, tushunamiz. Bilib aytdikmi, bilmay falonaqun debdikmi. Haqiqiy dindarlık iymonning ilm, ma'rifat, tushuncha asosida shakllangan bo'lishini hem bu imandan bir dünya karşı. Yaratkucu karta, tabiat karta, ilim marifet karta, hayatlık karta, canlılık, cansız mahluklar karta değil. Yani Müslüman dünyası, yani başka dünyada hepimiz karta bir dünya karşı. Bunun bir riayet kılışını talep kıldı. Hatta Allah özünü mü yani beni tunuğa vaktanda apandan dadağından karıgulaç aygeç demedi özün tunuşmasın fe'lem ennehu la ilahe illallah. Yani ilim üstüge bildiğin gapda ilim kelimesi buyruq düşür ben. Özünü tunuştu mu? Karıgulaç tunusam olmaydı meni dedi yani. Meni çokum bilim üstüge haqiqiy tushuncha bilan uqib andim meni bilishing kerak. Mendan boshqa ilahim yo'q ekanligini bassam yani. Bu haqiqiy dindarlık her bir insanın ideyasini, tasavvurunu İslam'ın prensipleriga ve maqsadlariga uyg'unlashish taqozo qiladi. Siz qaysi sohada bo'lsangiz bo'ling, kim bo'lsangiz bo'ling, ammo sizning ideyangiz, sizning tasavvuringiz İslam'ın dünya qarshiga, İslam'ın maqsadlari uyg'un emas, o'lchammish. Bu sizning mansibingiz yoki unvoningiz yanimizga bakar. Şuna bir yerde haqiqiy dindar olman deyirkenmiz. İddiyemizni, tasavvurimizni İslam'ın dünya göz karşıga ve bu dinimizdeki muayyen, aniq, ro'shan bo'lgan maqsadlar bunga uyg'unlashtirishga to'g'ri keladi. Shuningdek, boshqalar muomala qilgan chog'da, boshqalar degan o'zimizdan boshqa. Masalan, oilamizdan boshqa desak, jamiyat deymiz. Jamiyat qarindoshlar deymiz. Bundan xalq o'ta boshqa e'tiqoddagi insonlar. Bunga qanday muomala qilish? Ya'ni bu yerda axloq rioya qilyaptamda, qilmayaptamda. Bunga qarashga to'g'ri keladi. Bu haqiqiy dindarlik Allohdan qo'rqishni ishlamashni, qalbini isloh qilishni, qalbni xatolikka boshlaydigan gunoh ishlardan yiroq turishni, har bir ish harakat, gap so'zlarni shariatning ko'rsatmasiga uyg'unlashtirib qilishni, her bir so'zlarimizda yoki fikrimizda yoki siyosiy harakatimizda ya felsefemizde şeriatning maqsadlariga rioya qilishni, yaxshi ishlarga yetaklash, yomon ish bo'lib qolsa, uning oldini olish qoidasiga rioya qilishni, siyosiy harakatni islomning ko'rsatmalarida olib berishni taqozo qiladi. Bu haqiqiy dindarlik. Siyosat qildim deb dindan chiqib turib qiynalmaydi. Siyosat qildim deb turib dinninki faqatlam yuzaki qismini aqidasini bilib qo'yib, nazariyasi kelgan vaqtida, prinsipi kelgan vaqtida yoki bu dinning maqsadi kelgancha cho'rib tashlab, unda siyosat qilolmaydi. Unda tashkilot qo'yilmaydi. Bu maydonni aniq ayirib qo'yish lozim. Millatni ozdirmaslik uchun, ya islomning ro'yiga uyg'un ish qilyapmiz, yoki islomning ro'yiga uyg'un ish qilmay biz bugun ma yo'lda mangimiz deb ochiq oshkor maydoni bilan ish qilish lozim. Saqtipazlar bugun bu kunlikda buni aniq bilish lozim. Ham bu yerda bu qarindoshlarimizmi qaysi bir aqim bo'lsin, qaysi bir yo'lanish olsun, tashkilot olsun, yani ismlar atalsın, bularning tutib manayotgan yo'li islomning aqidasiga, shariatning ro'shan bo'lgan prinsiplar tarmoq tutib bo'lsin. İslamning axloqi uyg'unmi, uyg'un emas. Men a'zo bo'lsam, musulmonligimga uyg'un kelamdi yoki musulmonligim zid elamdi, buni bilib ish qilishga to'g'ri keldi. Haqiqiy dindarlikni qo'g'dayman deganlar. Bu haqiqiy dindarlik Alloh bilan inson orasidagi munosabatni yaxshilashni, inson bilan inson orasidagi munosabatni tuzitishni ve inson bilan boshqa maxluqlar, yani tabiat dunyosi ya koinot deyli, buning bilan bo'lgan munosabatni to'g'ri tushunishni taqozo qiladi. Chunki tabiat islom falsafasida insonningki dushman emas. Haqiqiy dindarlik bilim ma'rifatlik bo'lishini, ongliq bo'lishni
iqtidorlik bo'lishni, mas'uliyatchan bo'lishni, iymonda mustahkam bo'lishni, axloqida go'zal bo'lishni va qurbon bo'lish yoki qurbon berish ro'yiga ega bo'lishni taqozo qildi. Xo'sh. Demak, bu yuqorqi o'lcham yoki yuqorqi tunishtirishlar bo'yicha haqiqiy dindorlik shakllangan vaqtida bu insonningki kim bo'lsin, yoki bu millatning, yoki bu tashkilotning, yoki bu jamoatning bu dunyoda natija qozonishiga, futuq qozonishiga, taraqqiy qilishiga, gullanishiga hassa qo'shadi. Shaxsiylarning olsun, jamiyatning olsun, iqtisodiy ahvolning yoki turmushining yaxshilanishiga hassa qo'shadi. Har turli boylik manbalarini taraqqiy qildirishga, yuksaltirishga hassa qo'shadi. Ilmiy, iqtisodiy jihatdan taxmin ko'p taraqqiyotlarni ishlab chiqarishga, madaniyat yaratishga hassa qo'shadi. Agar haqiqiy dindorlik shakllansa. Demak, bu yer madaniyat yo'q bo'lsa, ilmiy jihatdan kayinda qolgan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan kayinda qolgan bo'lsa, siyosat kayinda qolgan bo'lsa, bu haqiqiy dindorlikka zid yo'l tutyapmiz. Haqiqiy dindorlikning yo'liga kirmayapmiz degan ifodasi. Haqiqiy dindorlik insonni ilm ma'rifatli bo'lishga, ongliq bo'lishga, mas'uliyatchan bo'lishga, axloqliq bo'lishga, iymonda mustahkam turishga, qurbon berish ro'yiga ega bo'lishga, madaniyat yaratishga, o'ziga va boshqalarga foyda yetkazishga, qarindoshlarning, insonlarning turmushini qaroban qilishga tashabbus qildi. Haqiqiy dindorlikning tashabbusi, taqozosi bu. Xo'sh. Bu haqiqiy dindorlik shakllangan vaqtida islomning har qanday zaman, har qanday makonga yaraydi deydigan prinsipini hamda bu islomning davlat va jamiyat boshqarish prinsipining ya tuzumning boy ekanligini amaliy ifodalab beradi. Chunki haqiqiy dindor bo'lgancha dinning ko'rsatmasi bo'yicha yashaydi, davlat quradi, islomning go'zal o'rnakini bu yerda namoyon qiladi. Demak, bu yer davlatdan mahrum qolgan bo'lsa, davlatchilik nazariyamizmi o'lgan bo'lsa, davlat nimasi uni uqmaydigan yerga kelib qolgan bo'lsa, islom har zaman, har makon yaraydi deymiz, e'tiqod qilamiz, e'tiqod qilishni farz deymiz, ammo uni amal qila olmaydigan bo'lsak, bu bizning haqiqiy dindorlikda yiroq ekanligimizni ko'rsatadi. Xo'sh. Bu haqiqiy dindorlik dinimizning bir butun maqsadlarini ishga oshirishga harakat qiladi. Haqiqiy dindorlik oshqullikdan xoli yo'l tutishga va passivlikdan xoli yo'l tutishga tashabbus qiladi. Haqiqiy dindorlik insonning amolligi, xotirjamligi, turmushining yaxshilanishi, hurligi, adolati vujud chiqishiga kuch chiqardi. Xo'sh. Haqiqiy dindorlikning taqozosi. Haqiqiy dindorlik musulmondachilikda madaniyatlik, ma'rifatlik, ongliq, iqtidorlik va faoliyatchan holda namoyon qilishni taqozo qiladi. Qarsak, buning aksicha madaniyat to'van, ma'rifat to'van, ongdi to'van, iqtidordi to'van, faoliyati to'van holimiz turibdi. Demak, bu haqiqiy dindorlikdan biz taqijroq degan gap. Haqiqiy dindorlik ruh ko'ngil bo'lgandek, moddig'imi, moddining sabab natija qonunini bilishga ko'ngil bilish taqozo qiladi. Haqiqiy dindorlik oxiratda sog'lom natija qozonish uringandek bu dunyodami natija qozonishga yo'l ochishni taqozo qiladi. Haqiqiy dindorlik ibodat ko'ngil bo'lgandek, axloqimi, go'zal axloqni yetishtirishga ko'ngil bo'lishni taqozo qiladi. Haqiqiy dindorlik jasur bo'lgandek, insonparvarlik ruhiga rioya qilishni taqozo qiladi. Haqiqiy dindorlik shariat bilimini o'rganish muhim deb qaragandek, tabiiy va ijtimoiy fanlarni o'rganishni muhim deb qaraydi. Haqiqiy dindorlik boshqa millatlarning yoki boshqa davlatlarning foydali narsalarni, ya'ni bizning dinimizga zid kelmaydigan foydali narsalarni qabul qilishni taqozo qiladi. Haqiqiy dindorlikning taqozosi. Qandaydir bir qatmanlar yoki yo'lni etib olish bu islomning prinsipidan emas. Haqiqiy dindorlik majbur bo'lib qolmagan ahvol ostida boshqalar bilan chiqishib yashashni taqozo qiladi. Ya'ni jang qilishga, kurash qilishga majbur bo'lib qolmagan ahvol bo'lib qolsa, islomning asli qoidasi bo'yicha tinchlik falsafasini tashabbus qilishga, da'vat mush asos tarqitishga taqozo qiladi. Xulosa qilgan vaqtimizda haqiqiy dindorlik qanday ishga oshadi desa, haqiqiy dindorlik
aqidaning ruhiga uyg'un harakat qila olsak, qalbimizda isloh qila olsak, nafsimizni poklay olsak, axloqimizni go'zallashtira olsak, madaniyat yarata olsak, vatanni taraqqiy qildirish uchun har birimiz kuch chiqara olsak, siyosiy faoliyat yoki siyosiy kurashlarimizni dinimizning ruhiga asosan elib bora olsak va dinimizning ro'shan belgilarimizga rioya qila olsak, u vaqtida haqiqiy dindor bo'lgan bo'lamiz. Xo'sh. Oxirida shuni eskartmaga qarindoshlarimga, yuqorgi bayonlardan balkim har bir qarindosh his qilgandir. Musulmonninki tasavvuri olsun, ideyasi olsun, faoliyati olsun, harakati olsun. Nima ish qilaysa, buningki qilgan ishning beshi aqidaga bog'liq. Xo'sh. Iymon bilan munosabatlik, tavhid bilan munosabatlik. Unda o'g'onkan musulmon har qanday bir tasavvurda, har qanday bir ish harakatida, har qanday bir siyosiy harakatida yoki har qanday bir tashkilotchilikda yoki har qanday bir so'd setiqda yoki boshqa bir sohada aqidasining taqazzosi bo'yicha yashashi va harakat qilishi bu iymonining taqazzosi hisoblanadi. Sog'lom dindorlikning talabi hisoblanadi. Sog'lom dindor holat shakllangan vaqtida, u vaqtda dinimiz kaskin deb qaralgan masalalarda, ya qizil siziq deb qaralgan masalalarda, biz savobit deb ataymiz, muqim bo'lgan masalalarda, bu yerda mustahkam turg'ini, ideyada sog'lom bo'lg'ini, go'zal axloqdan har qanday bir sharoitda o'ylanmag'ili, ideya sog'lom bo'lmagan, tutgan yo'li shariat xilof bo'lgan bunday aqimlardan, bunday tashkilotlar, bunday shaxslardan yiroq turg'ini, natijada haqiqiy musulmon bo'lgan. Bu dindorlikning taqazzosi, aqidaning taqazzosi, ibodatning taqazzosi. Shuni bu yerda aqidani yodlab qo'yib, jamiyat chiqqancha fasiqlik qilgan olmaydi. Masjidga namozda taqvo bo'lib, siyosatga kelgan chog'da ebga o'g'ilmaydi. Shuni bizning har bir hayotimiz o'xshash yo'nalishda aqidaning ruhi, aqidaning taqazzosi bo'yicha yanish bu haqiqiy dindorlikning o'lchami hisoblanadi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 88-sonimizmi sog'lom dindorlikning taqazzosi shu yerda oxirlashdi. Anglab o'tdik, haqiqatan o'zgartishga tegishli har birimizningki mayli qaysi sohada bo'laydi, o'ngishimiz kerak bo'lgan, tuzatishimiz kerak bo'lgan nurg'unlagan masalalar bor ekanligini har bir musulmon o'ziningki xuddi Umar radhiyallohu anhu aytgandek, yani hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. O'zinglardan shu cho'ng hisob kuni kelishdan burun hisob elinglar deb to'pimizni oldimizga qo'yib o'ylasak, nurg'unlagan xatoliklarga bilib bilmay kirib qolayotganligimizni tushunamiz. Rabbim bu xatoliklarimizni tuzatishganimizga buni muyassar qilsin deb tilaymiz tuvanchilik bilan. Bu to'g'ri tushuncha bo'lmagan vaqtida qandaq nurg'un ishlarni to'g'ri qildim deb ketib o'tib, oxirida natijasiz holatda Allohning oldiga hech nimamiz yo'q holatda berib qolgan bir xatar kutib turayotganligini bilishimiz kerak. Mishadiminki İmam Şafii rahimahullohninki shu bir beyti, shu so'zi tilga ilishib tugatsak deb o'yladim. Ta'sil ilaha va anta tuzhiru hubbahu. Hada mahalun fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Yani bu Allah subhanahu wa ta'alaga asiylik qilib tursan, sen uning Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilib turib, buni oshkorlab turib, tilingda har bir yerda oshkorlab turib, Allohga asiylik qilib tursan dedi. Yani bu Allohga asiylik qilish bilan men yaxshi ko'raman degan bu ikki so'zni bir yerga olib kelish, qiyos qilish, buni bu imkonsiz, yani mumkin emas bunday bir ishninki ikki zidning bir yerga kelishi dedi. Agarda sening muhabbating Allohni yaxshi ko'raman, Payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'raman, bu dinni yaxshi ko'raman deyotgan bu so'zlaring agar rost bo'lsa, qanday qilding? Chuqum la ata'tahu. Albatta itoat qilgan bo'lading. Sen yaxshi ko'rganligingni da'vo qilayotgan Allohga deydi. Chuqum itoat qilgan bo'lading. Chunki innal muhibba, haqiqiy yaxshi ko'rguchi o'zi yaxshi ko'radigan shu kishiga, shu zotga itoat qilguvchidir deydi.
O'ylab boqayli. Rabbim Allah subhanahu shunchalik kamchiligimizga qaramasdan yana Imom Shafiy rahimahulloh shu beytining oxirida deydiki, fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li shukri zaka mudi'u de. Allah shuncha valla shuncha acizligimiz, shuncha valla xatoligimiz qaramay, Rabbim har kuni sana yangidan nurg'un ne'matlar bilan yana sana yangi kunni taat qilib, ne'matlar bilan davomli qolatisini bu ne'matlar bilan ne'matlantirib, uzuqlantirib turadi. Sen uningga shukr qilishning o'rniga, u Allohga shukr qilishning o'rniga sen uni zayo qilib o'tib borsan deb. O'ylab boqayli. Bu haqiqatan har bir bugungi darsimizning bir xulosasi degan bir isl aytilgan she'r ekan. Beyt Rabbim inshaalloh har bir Rabbimiz ato qilayotgan bu ne'matlarni agar xatoligimiz, har bir xatoligimizga Rabbim jazo berib, uni darhol bizga berayotgan ne'matlarni kesadigan ish qilsa, halimizning qanchalik xatarlik ekanligini tasavvur qilishimiz kerak ekan. Rahmatining qanchalik kengirligidan bizga shuncha valla xatoligimiz bo'lsa-mu yana bizga o'zining ne'matlarini o'zi o'tmay, u shuni tep qoladi deb bizga fursatlarni berib o'tadi. Har bir minutimizni qadrlashimiz, bu fursatni bilishimiz kerak. Rabbim inshaalloh buni nasib qilsin. Alloh umr va sa'odatimizni hafta yana bir sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.